hayvonot olamini o'rgangan ulamolar aytadiki, bir qush bor ekan, u qush qornini to'yg'izadigan narsa dunyoning hech qayerida yo'q ekan. Dengizni, ko'llarni qirg'og'iga borib yurishar ekan, dengizdagi, quruqlikdagi hayvonlardan yeb yutib bo'lgan timsohlar tishini orasiga go'sht kirib qolib, haligi tishni orasini qichitib, o'zlari azob tortib, qirg'oqqa chiqib, ko'zini yumib, og'zini ochib yotar ekan. Yopsa og'riydi og'zi. Og'riqqa chidamay og'zini ochib yotar ekan, haligi qush kelib, timsohning og'ziga kirib, tishini orasidagi go'shtlarni olib yeb, qorni to'yib uchib ketar ekan. Alloh taolaning chevarligini qarang. Vahshiy, ko'rgan narsasini yutadi. Shunaqa yutib, qorniga kirgandan qolgan tishini og'ritar ekan. Alloh shunaqa qilib qo'yibdi. Optoga chiqib, og'zini ochar ekan. Yopdi, og'zi og'riydi. Ochsa, orom olib turar ekan. Shu vaqtida qush kelib, uni og'ziga kirib, qo'nib, tishini ustida sakrab yurib, haligi